Xo'p, soch irtig'ini taomili qanday ichiladi? 1 choy qoshig'ini 100 gramm suvga solib, qaynagan suvga 1 soatga damlab qo'yasizda, shuni 3 ga bo'lib ichasiz. Yosh bolalarga ko'p yosh bolalarda ko'p dori va morojniyaga ham allergiyasi bor. Shunga qanday maslahat berasiz? Iloji bo'lsa, birinchi navbatda morojniy yemasligi, chunki dieta qildirishga to'g'ri keladi. Bunga tashqari oddiy yantoqni topsangiz, mana yantoq allergiyani yo'qotishga, yosh bolalarga ham zararsizroq ta'sir qiladigan yog' hisoblanadi. Yantoq quritilganini bir osh qoshig'ini olasiz, 1 stakan, ya'ni 200 gramm qaynagan suv solib qo'yib, shuni 1 soatga damlab qo'yasizda, 60 grammdan yoki 65 grammdan 3 mahal berib borasiz.